Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmaydi. Bu video albatta sizlar uchun ham foydali bo'ladi. Kecha taqdimot O'rtoqlar, videoni o'tkazib yuborishga shoshilmaydi. Bu video albatta sizlar uchun ham foydali bo'ladi. Kecha taqdimot bo'lib o'tgan S26 Ultra telefonlarimizdan man sizlarga obzor qilib beraman. Bu qo'limdagi telefon S25 Ultra bo'ladi, narxi 1.200 ming. S26 Ultra telefonlarimizdan narxi 1.300 ming esa, xo'p, buni ruchkalarigacha ishlaydi, ruchkalarigacha bo'ladi. Mana kameralarni ko'rishingiz mumkin. Kameralar bort chiqqan, mana orqalari ham, dizaynlari ham, mana Samsung yozuqlari ham bor. Ishlashiga keladigan bo'lsa, ishlashini mana men sizlarga ruchkasida ko'rsatib beraman. Hop, mana ko'ryapsizlar, tiniq qotmasdan ishlayapti. Narxiga arziydi, 1.300 mingdan qilib beramiz. S26 Ultra telefonlarimiz mana xotirasi 8 ga 512 bo'lar ekan, o'rtoqlar. 8 ga 512 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. S26 Ultra bo'ladi. 1.200 ming so'mdan sotilayotgan S25 Ultra telefonimizga alohida e'tibor berasizlar. Bu telefonimizdan ham ruchkalari bo'ladi. Kameralariga e'tibor berasizlar. Kameralar juda ham boshqacha buni. S26 bilan S25 Ultra вообще boshqa chiqqan. Mana past dizaynlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Telefonlarimiz ideal holatda bo'ladi. Xudo xolasa 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. S25 Ultra telefonimizdan men sizlarga ishlatib ko'rsatib beraman. Ishlashlari mana ko'ryapsizlar. Ruchkada shunaqa ishlayapti, qo'lda ham xudo xolasa zo'r ishlaydi. Xotirasini mana o'zingizlar ko'ringlar, men aytmayman. S25 Ultra. Xo'p, xotirasi 8 ga 512. O'rtoqlar, mana ruchkada ishlaydi, qo'lda ishlaydi deganlarga ham mana qo'lda ham cho'tki ishlaydi mana o'rtoqlar, mana qo'lda ham zo'r ishlaydi mana. Xudo xolasa narxiga arziydi. Narxi 1.200 ming so'mga, 1.300 ming so'm 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Xudo xolasa Dimketeldan xarid qilasizlar. Mana shu videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qolgan, obuna bo'lgan odamlarga Xudo xolasa 17 Pro Max va S25 Ultra qo'yganmiz. Mana shu videoga reaksiya qoldirib ketasizlar kommentariyada aniqlaymiz. Bitta telefon sovg'a qilamiz.